Bismillah. Wow. Sizlar uchun ajoyib retsept. Sut qo'shamiz. Iliq suv quyamiz. Bilish kerak. Chunki bu nonimizga maza beradi. Eritib olamiz, qaynoq qilib. Dro'ja va shakarni solamiz birgalikda. So'ngra tuz solamiz. Suvli massamizga dro'ja, shakar va tuzni eritib olishimiz kerak yaxshilab. Un solamiz. Qo'l yordamida xamir qilib olamiz endi. Xamirimiz o'rta bo'lishi kerak, yumshoq emas, qattiq emas. Mana o'rta yumshoqlikda xamir qilib oldik. Uni ustini yopib 1 soatga xona haroratida iliq joyda ko'pirtirib olamiz. Nonimizning xamiri. Endi buni 250 gramdan bo'lib chiqamiz zuvala qilib. Ozgincha yoyib chiqishimiz kerak. Yong'oqlarni sepamiz. Xamirlarimizni yaxshi-yaxshilab tortib o'raymiz. Bizga endi tarelka kerak. Tarelkadan foydalana olamiz. Orqasini o'giramiz. Chekishni orqasi bilan yaxshilab chuqurcha qilib olamiz. Lezva kerak bo'ladi bizga. Lezva pichoq. Chiroyli qilib tilib chiqamiz. Tilib bo'ldik. Qo'limiz yordamida ochib chiqamiz. O'rtasiga yaxshilab chekich beramiz. Nonimizni olamizda idishga qo'yib beramiz. Tuxum sepib oldik, ustiga qizartirish uchun. Endi kujut sepib chiqamiz ustlariga. 200 gradusda 30 minut davomida pishirib olamiz.